Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Xo'p, bu yer manzil Andijon viloyati Ulug'nor tumanida bo'ldi. Xudo xolasa bu yerga 2 teshik, 3 ta fortishka o'rnatib berdik. Xo'p, Akfa alyumin original mahsulotlariga oynalar stikla paket bo'lgan. 2 qavat oq ayni, dorilari hamma yo'q full holatda. O'rtasiga eshigimizga shunaqa shatlanka toshgulli 1.8 li shatlankalarni to'qib berganmiz. Xo'p, taglar arkafon. Eshiklarimiz tashqariga ochiladi. Xohlasa osha-moshalar hamma yo'g'i. Uchka zamoylari hammasi Akfa'ning o'zining original mahsulotlaridan bo'lgan. Xo'p, eshigimiz razmeridan boshlasak. Xo'p, eni 86 ga, balandligi 226 bo'lgan. Shu holatda tashqariga chapga ochilishlarni qilib berganmiz. Eshiklar romlarimiz 1.46 ga, balandligi 1.57 bo'lgan shu holatda. Xo'p, 3 ta bir xil rom bo'lgan, o'rtasidan ochiladi. Har bitta romda bittadan ochilishlari bor. 35 li padagonilari ham bor ichkarida. Xohlasa chiroyli holatda bo'ldi. Fasollari ham aytilgan holatda, tepalari bo'lingan, ipaslari 3 ko'zli. Xo'p, bu tomonda esa bitta 2 qanotli eshigimiz bor. Buning razmeri 1.23 ga, balandligi 2.26 bo'lgan. O'rtada bunda ham o'sha toshgulli shatlankalari bilan 18 mm li tillarang gold svetda bo'lgan. Turishlari ham xudo xolasa chiroyli, ajoyib ko'rinadi. Xo'p, bu ham tashqariga ochiladi eshiklarimiz. Akamiz o'zlarining talablariga ko'ra qilib berdik. Tashqariga ochilishi udobli ekan. Ular ham xudo xolasa mana Akfa'ning o'zining pechatlari bilan bo'lgan. Hammasi uchga zamoylarda. Даже rezinkalari ham xudo xolasa Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan yengil holatda. Qulflanishlari, ustidan zapas kalitlari bor. Buni ham taglari arkafon bo'lgan. Quyoshga chidamli holatda bo'lganligi uchun ko'proq arkafon qilyapmiz. Xo'p, bir yo'l ichkari ko'rinishlari. Eshigimiz holati, xudo xolasa go'zal holat. Tepalariga, pastlariga polностью penalar sepib berdik. Shatlankani esa ichkaridan ko'rinishi bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'p, buni tagiga endi pol bo'lar ekan, shuning uchun lagani hisobiga bir g'ishdan ko'tarib berdik. Ichkari ko'rinishlari, xudo xolasa chiroyli chiqdi. Aytganlaridek bo'lib, 35 li padagonli kirishkalari bor, penalari atidot tepa pastlariga bir xilda bo'lgan, o'rta liniyalari ham teng bo'lgan hammasini. Xo'p, yonlari penalangan, taglarida ham xudo xolasa siqqan joylariga penalarni berib o'tganmiz. Xo'p, fortishkalarimiz esa bu tomonda. Xo'p, bu 57 ga, balandligi xo'p 36 mi 40 atrofida bo'lgan. 57 ga 40 fortishkamiz 3 ta, har bitta uyda bittadan. Romlarimiz esa shu holatda. Xo'p, bu yerda 3 ta rom bir xil, aytib o'tganimdek, aynalari двойной bo'lgan, oq aynada. Xo'p, ochilib yopilishlarni imkon qadar ko'rsatib o'taman. Bu yerda pol yo'q, shuning uchun xudo xolasa ochilib yopilishlari yengil, delfin ruchkalarida. Yonlariga angel boltlari qatirilgan har bitta g'ishga. Xo'p, bu esa bir qanotli eshigimizning ichkari holati. Ligirovkalar xudo xolasa yengil, bu tomonlari ham zich yopishgan. Mana bir qo'lda ochiq tukish shart emas. Xo'p, angel boltlari bu yerda 4 tadan qatirib berganmiz. Xo'p, keyingi romimiz esa bu tomonda. Xo'p, bu yer sifatli bo'lar ekan, shuning uchun bu yerda aynagina yodiga aytuvdilar. Yodiga holatda qilib berdik. Ham salqinroq bo'ladi, ham uzoqdan ichkari ko'rinmaydi. Shuning uchun. Xo'p, mana bunda ham delfin pechatlari Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan. Xo'p, bu yerimizning общий summasi, shetga yetib kelish hamma yo'q bilan aytilgandek 3 ta fortishka. Xo'p, общий summada 12 million 750 ming so'm bo'ldi. Hamma yo'g'ini olib kelib o'rnatib berishi. Xo'p, 35 li padagonilari hamma yo'q bor. Bu yerda bo'yi sal to'g'ri kelmadi. Bir g'ish oldik. Keyin suvda qaytadan qo'yiladi. Xo'p, hammaga rahmat. Xudo xolasa kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Eshiklarni garantiyali sifatli qilib olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Xo'p, dona hisobiga ham narxlarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p, shu eshigimiz общий holati shatlankasiz bo'ladigan bo'lsa 1 million 700 ming atrofida chiqadi. Shatlankaga alohida qo'shiladi. Gideta 2 qanotli eshiklari ham shu shatlankasiz holati 2 million 500 ming, 2 million 600 ming atrofida chiqadi. Xo'p, shatlanka bilan bo'ladigan bo'lsa bitta eshigimizga 300 ming, 350 ming atrofida shatlankani o'ziga qo'shiladi. Romlarimiz gideta mana shu holatda stikla paket bo'lgani, 3 ko'zli o'rta bitta ochilish bilan o'rtacha 1 million 800 ming atrofida chiqadi. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga kattakon rahmat.